Alaykum, hurmatli obunachilarimiz hamda chorva ishbozlari, hammalaringiz omon sog'lom charchamayapsizlarmi? Bugungi bir o'zimizda Kattaqo'rg'on tumanidamiz. Bir akamiz xonadonidamiz. Mehmonlar kelib qoldi, Samarqanddan shunday kursdoshlarimiz. Keyin bitta zon tashlash sigir ovqatdan to'xtadi, shuni zon tashlashlarni olib bordikda, keyin video qilishga niyat qildik. Usmon og'am Samarqanddan kursdoshimiz, shu sohada veterinar, ham kasbdoshimiz, ham kursdoshimiz, ham hamkasbimiz. Birga ishlaymiz. Istamog'a. Samarqand Seliskimi? Seliskidan. Istamog'a. Bag'am hamkasb, hamma doktor bu. Deydi hamma qisqasi mutaxassislar. Shahzod Murat aka. Hammamiz shu chorva yo'nalishidagi mutaxassislarmiz. Hozir on tashladik. Ishlarni olib boryapmiz. Hozir nasib bo'lsa tashlab qo'ydik. Ko'ramiz qani. Kuzatishda davom etasizlar. Oxirida nima chiqarkan ha? Oxirida oxiri qiziqda. Endi yana boshqa bunga yana qo'shimcha qilamiz. Yana bitta ikkita joyda hozir yoz boshlangan, yoz issiq kunlar boshlangani uchun teloroz kasalligi ko'p boshlanish bo'ldi, chiqish ko'p. Shu uchun o'sha haqida ham shu o'zimizda o'sha qisqacha odamlarga, chorvador aka-ukalarimizga kerakli ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Agar kimda kim o'sha maslahatlarimiz ma'qul kelsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Kimda savollar bo'lsa, fikr, mulohazalar o'sha kommentariyaga yozib qo'yingizlar, qo'ldan kelsa javob berib boramiz. Teloroz kasalligi haqida qanday? Gapiravering. Teloroz endi sezonniy kasallik hozirda. Havo issiq bo'lgan. Pashshalar mana ko'p, kanalar ko'p. O'sha davolash hamda o'sha oldini olish choralari haqida ozgina. Oldini olish hozirgi vaqtda nimada? Spermetrin foizli dori vositasi bilan cho'miltirish kerak. Har hafta bir kun. Shunday. Soyada saqlash kerak mollarni. Yaxshi. O'sha endi har xil xo'jaliklarda bir xil joylarda ko'p, bir xil joylarda kam. Keyin shahar zonalarida bor, qishloq zonalarda, keyin ochiq joylarda, yopiq joylarda bor. Shular haqida ham endi masalan bizlardan ko'ra bizlarda endi ochiq tumanda ochiq joylar ko'p. Sizlarda endi yopiq joylar ko'p. Ochiq joylarda ko'p bo'ladi-da bunaqa. Hasharot, parazitlar ko'p joylarda-da. Shunday. Shu parazitlarga qarshi kurashib tursa bo'ldi. Shunday. O'sha asosan Miasidol, Suprimetrin, Kralin. Shulardan foydalanib turgan yaxshi. 2 kun bir haftada. Kanallar chaqishidan bo'ladi. Teloroz. Maslahatim o'sha butachim ushlashga qanday? Butachim ham endi profilaktika uchun qiyin. Profilaktika uchun-da bo'ladi. Anidan Palyamidan kuchli. Palyamidan endi 20 kun ushlaydi. Agar ushlasa bir sezonga o'tsa bo'ladi. Lekin bir maslahatim, hurmatli obunachilarimiz, o'sha saqlashda ko'p o'sha tozalikka, keyin o'sha dezinfeksiya ishlariga toza bo'lsa, saqlayotgan joy zo'r bo'lsa, kasal bo'lmaydi. Asosan o'sha immunitet baland bo'lishda, yaxshi ovqatdan qarashda, issiq o'tmaslikda. O'sha ham foydalari bor. Endi o'zi aylantirib qoldik-a, ancha bo'lib qoldi. Endi o'sha ham bo'ladi. Bitta 10 santimetrlik boltda. Suv ichiraylik-da. Ichirdingizmi? Bo'ldi. Olib kelavering. Nasib bo'lsa, ha? Qani 10 santimetrlik bo'ladi. Ha, bo'ladi. Yura. Bu yerga bo'lansa nima? Ha, bo'ladi. Bog'lamasa ham bo'ladi. Bismillah, qani. Endi perchatkalarimizni o'zi so'rab qo'yamiz. Sabab endi so'rashim bo'lib qoldi. Yo'lakay deydi. Ha. Birinchi tashlashimiz. Qani, bismillah. Olishi mumkin hamroda. So'rab aka. Suvni oling-da. Mang. So'rab. Shpilka yegan aka. Mana. Birinchi tashlashimizda 2 kun och qoldirdingiz aka? 2 kun aka och qoldirdim. Bag'da ichib-pichib xiroq egasi.
Telefon qildim, yaxshi ochiqating, yaxshi ochiqating dedim. Mana 2 sutka ochiqaganda shu holat beryapti. Hozir endi metall detektor bilan tekshirib ko'ramiz. Agar ichida bo'lsa, Xo'p. yana ko'rib beraman. Bu o'zi ovqatdan to'xtash holatlari qanday bo'ldi? Bulkin yeb, bulkin yemay, o'zi yemay qo'ygandan siz chaqa bunda. Buni bitta Tak. qog'ozga qo'yaymi? Ya, ha, bu bir joyga qo'yaveramiz. Bering aka. Arxivga olasizmi? Arxivga olasizmi? Ha, Hali yana bor. Hali yana bor. Mana o'rus. Hali yana bor, endi yana bir tashlab ko'ramiz. Yubordingizlarmi? Turost bering. Telefon qilaman o'zim. O'sha chorvador aka-ukalarimizga tavsiyam, ham veterinar aka-ukalarimizga ham tegishli ko'p gap bular. O'sha ko'p joyda ustoz ko'rish kerak. Faqat amaliy nazariy o'qigan bilan amaliy bo'lmaydi. Shuning uchun agar mana shuga kimda mana shu O'zbekiston bo'ylab qani bo'lmayganda, ha? shogird tushaman, ustoz kerak bo'lsa aloqaga chiqib, marhamat, ham onlayn ham Ha, strushkada bular. amaliy Strushka uch chiqadi u. Lekin Boya mana bu uzun- narsa chiqmasligi kerak. Bu nima ekan mana shunisi? Simda. Turostda sim. Nomer qo'yaman, aloqaga chiqib, yangi o'rganuvchi bolalar aloqaga chiqaverasizlar. Keyin yana o'sha chorvador aka-ukalarimizga, o'sha mana shu veterinar aka-ukalarimizga tegishli gap. Mana shu zontlar, nima veterinariya asob uskunalari ham kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab bitkazamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Oxir borku, oxir yalavuradi, oxirda chiqaydilar. Nargisi oxirdiki. Buniki sim samonda bo'lganmi? Bo'p keling, Jo'rab aka boya joyiga. Bo'ldi. Yo'q. Ha, jon kelyaptimi ichidan? Qanchani shu maslahatim oldini ko'taribroq tashlab olsangizlar, effekt zo'r beradi. Hozir men birinchi tashlashda o'zi olindi. Sal yana yurg'izing. Ha, bo'ldi, chotki bu. Bismillah. Hamshit ketib qolmashida bu. Qanday holatlarni aytib o'tib ketay. Qanday holatlarda insonga sezib bilib olsangizlar bo'lish yo'llarini aytaman. Birinchisi ko'p yotmay qoladi, ikkinchisi ovqat bir yeb yemay qoladi, uchinchisi hazm bo'lish sistemasi buziladi. Yaxshi qorin dam deb yuraveradi. To'rtinchi holat usti e'tibor qilsangizlar, ularda tellash holat bo'ladi. Keyin asosan sigirmonlarga maslahat beraman. Endi ko'p yil sigir o'zimiz bilan o'sha 5 yil, 10 yil, 20 yil turganligi uchun 1 yilda bir o'sha veterinariya ko'rigidan o'tkazib turgan ma'qul. Arilaveradi 5-holat. Sal aralash bo'ladi. O'shandayda o'sha o'zingizda tumanlar bo'l yuravering. Hamshit. Voy, kerak. Chasi. Alo. Doktor, bu masalan siz endi zont tashlash sanovlarini qilyapsiz-da. Shu yangi doktorlarga, menga o'xshagan yangi doktorlarga nima maslahat bera olasiz? Nima qilsin? Nimalarni o'rgansin? Birinchi o'rinda maslahatim to'g'ri nazariy o'qib o'tib ketgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, darslar kasalliklar haqida birinchi ustoz ko'rish kerak. Masalan, boshqa bo'la qo'yuvchi veterinar aka-ukalarimizga ham tegishli ustoz ko'rish kerak. Amaliy ko'rgan yaxshi. Ustoz orqali sekin-sekin bitta o'rganaverasiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, ko'ramiz. Aha, xo'p. Bo'ldi. Bugun o'tamiz nasib bo'lsa, xo'p. Mayli. Qaraydi, masalan, nazariy bilan amaliyda ikkovini birdaniga olib borsa yaxshimi, yo birinchi nazariyni o'qib, keyin amaliyga o'tsa yaxshimi? Agar yosh bo'lsa, o'qishga qiziqsa, ikkovini ham olib borgan yaxshi. Ikkovini ham olib borgan yaxshi. Masalan, birinchi kurs, ikkinchi kurslarga maslahat. Shunday. Masalan, yangi bo'lajak veterinarlarga, что birinchi, ikkinchi kurslardan уже ustoz topib, shunday birga yurib o'rganish kerak, to'g'rimi? Shunday. Birga yurib o'rgangan yaxshi. Siz masalan, hozir qancha bo'ldi boshlaganingizga? Men ishda boshlab 2023-yil bitirdim. Selxoz institutidan 2 yildan beri Usmon aka bilan birgalikda yuribman. Usmon aka ustoz sizga hozir. Ustoz bizaga. 22 yil bo'libdi-da. 2 yil bo'ldi. Endi ancha-muncha narsani o'rganib qoldik. Bitta narsa men kech ustoz topdim-da. San 4 ni bitirib, amaliyotga borgan vaqtim Usmon akaga biriktirib qo'yishdi. O'shandan beri shu kishiga shogird bo'lib yuribman. Shunga aytyapman, yangi boshlayotgan veterinar vrachlarga maslahat bering deb. Boshlayotgan veterinarlar yaxshi mutaxassis bo'lish uchun, hamma narsani mukammal o'rganish uchun o'sha bu eskilar ham biladi. O'rtacha kami 5 yildan 7 yilgacha. 7 yilda agar ustozni duosini olib, sizga o'xshagan yangi bo'lg'uvchi ustozlar, ular veterinarlar, ukalarimiz 5 yildan 7 yilgacha yaxshi yursa, mukammal hamma narsani o'rgansa bo'ladi. Bizlarga endi ota kasb. Ha, siz endi ota kasb olgansizda. Asli ota kasb. Maydalikdan endi mollarning oldida yurib, 20 yildan o'tib qoldi. Qancha? 2000. Yaxshi. 3 bo'lsa 22 yil bo'ldi. Ha. Qara, ikkinchisini olyapmiz nasib bo'lsa. Rekord. Sinmagan ekansizmi? Sim bilamay. Kamdan kam chiqayotgan holat. Bu qaranglar, 120 alikman. Mana. Xo'ja akani zataloldi. Ha, mayli. Bo'ladi. Shahzod boya boltan ha? O'zini tekshiramiz. O'zingni ham arg'ilib boryapsan-da. O'zini oldin ketyapmiz kerak. Ko'proq och qoldiringlar. Maslahatim o'sha veterinar aka-ukalarimizga taalluqli. Bir kunga, 2 kunga op, yo bo'lmadi degan gap emas. Molni chindan och qatinglar. Ko'proq suyuqlik. Suv bering, sut ichiring, turshak suv bering, arpa-badam suv bering. U oshqozonchilar faoliyatini yaxshilaydi, keyin kepak. Oddiy magazin kepagidan suyuqroq atalar. Chotki bo'ladi. Hali yana bor. Qozam keldi. Yana bir tashlaymiz. Xo'p, keling. Hozir ana. O'giravering. Nimani? Zotga magnitga yaqinlashgandan keyin qo'yarmaydi.
jim. Tur. Asta. To'g'rimi? Tur, yo, ha. Ana qilib bir qaytarib qo'y. Tashishda ehtiyot bo'lish kerak. Ha. O'sha qizil o'ngachga sal ziyon bo'lib qolishi mumkin, shuning uchun avoylab tashlagan yaxshi. Olib keling aka. Hayt, olib keling. Siyur. Mumkin boricha o'sha bir marta, ikki martada yaxshi osh qoldirib olgan yaxshi bo'ladi. Bezayaptimi? Yo'q, bularda aka birinchi vaqtlar oddiy birinchi endi Rossiyadan kirib kelganlar 6 kiloliklar bor edi aka. Keyin mana bu og'ziga moslamalar bunchalik zo'r emasdi. Ular troslari tez ketib qolib, ularni tortish kuchi 6 kiloga ega, ko'p sug'urib ololmaydi. Ular ololmaganda. Hozir 25 kilolik. 25 kilo tortish kuchiga ega. Ko'tarib beradi. 25 kilo yuk bo'lsa, 25 kiloni ko'tarib beradi toshdan shu. Tushundim. Mayli tortish. Kamchi Uni endi bunday hisobga olsang 2,5 kiloni tortib oladi degan gapda. mana Bo'ldi. qildim. Mana aka bering. Qo'shdi aka. Kimda telefon qildingmi? Bo'ldi. Tortaymi yo'q? Hozir suvga chiraylik. Bo'ldi. Ko'proq qancha suyuqlik ko'p bo'lsa, Yo'q. Ha. Qo'zg'alora toshtadan. Ammam telefon qilganiga, inamga qilla qayt. bo'ldi aka. Uchinchisi nasib bo'lsa shu bilan. Yaxshi. Mana ichida endi asos mayda narsalar. Hozir endi tekshirib ko'ramiz. Mana Jo'rab aka. Mana shu bilan tugani nasib bo'lsa. Ha, endi yurakka oldinroq harakat qilib yurakka o'tib ketgan bo'lmaydi. Mana oshqozon, katta qorin hammasi toza bo'ldi. Mayli tashlab qo'yilgan. Ha, endi ololmaganlarini Yig'ilaveradi. ha, ololmay mabodo yo bo'lmasa tavsiyam katta sigirlarga tashab qo'yish kerak. To'rqonida turadi. Shu borganlar o'sha olib qolaveradi. Keyin o'shani bir yilda bir o'sha ichiga tashab qo'yilgan mangitni tozalatib, yana boshqadan tashib qo'ygan ma'qul. Bunga ovqat qanday bo'ladi? Ovqati endi buguncha och qoringa birdan ko'p ovqat bo'lmaydi. Mayingina makkoyi biyda berasiz. Ha, kepaycha berasiz, ertadan asta-asta ana o'sha biyda boshqa Hozir ovqatlarga o'tkaraverasiz. Nimani? Bundan beraveradi, bidan. Ha, qo'ldan beraverasiz. O'zmanlar ham bo'shab. Bemalol. Kecha ona qilganimizda qattiq edi berlar. Shunday. Ha, endi oshqozon dori ham bo'ldi. Boshqa ham bo'ldi. Katta rahmat. Bugungi bergan maslahatlarim shulardan iborat bo'ldi.
nima deymiz? O'zbekistonimizda hamma musulmon davlatlarida Allohim chorvamizga baraka bersin. Yurtimiz, dunyomiz tinch bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, omon bo'ling.